Bu ashullarni birinchi arablar aytgan ekan. Arablar aytgan ekan birinchi. Bu Hazrat Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam oxirgi vidolashuv o'sha Muzdalifada vidolashuv bo'lgan ekan. Shunda biz yana qaytib Ka'baga qaytib kelamizmi deb Madinaga ketayotganlarida orqasidan shu arablar ey Sorbon oyista yur, dinu imonim boradir deb haligi korvonda orqasidan ergashgan ekan. Shuni Sa'diy Hazrat eshitgan ekanlar va buni yozgan ekanlar. Shuni forscha yozgan, mana endi o'zbekcha tarjimasini biz aytyapmiz.